Sodda qishloq ayolini sodda hayotidan bir lavha. Bugungi xaridlarimizim sizlarga raspakovka chek. Shunaqa sok oldim. Bilmadim, hali ichib ko'rmaganman. Endi tatib ko'raman. Sizlarga mazasini albatta aytaman. Spagetti juda ham yaxshi ko'raman. Shunaqa mazza bo'lar ekan, ovqat qilsanglar. Arzon ham mazali. Va yana shunaqa tuzlangan bodring oldim. Bu bodring shunaqa mazza ekan. Ma'lumot o'rnida aytib qo'yay, men hozir Rossiyadaman, Novosibirda. Voy. Mana shunaqa mazza ekan. Olib yeb ko'ringlar. Tavsiya qilaman. Reklama emas. Piyoz oldim ovqat qilishga. Sabzi. Kartoshka. Bir haftaga yetadi bir o'zimga. Choy. Bundan mazalisini topolmadim. Choy. Shunaqa holvani juda ham yaxshi ko'raman. Juda ham sevaman. Arzon 35 rubl ekan. Shu qanddan bugun sherigim yeb ko'ring deb beruvdi. Juda ham mazali. O'ta darajada mazali. O'zbekistonda bormi yo'qmi bilmadim, lekin juda ham mazali. Puliga arziydi. To'g'ri ko'rsatyapman. Banan oldim. Bular salafondan chiqarish kerak. Sivikla oldim. Vinegret qilaman. Xudo xolasa, chesnok oldim. Olma oldim. Arzon ekan. 84 rublmi, 100 rublmi shunaqa. Mazasi o'ta darajada mazali. Shunaqa gaplar, o'rtoqlar, dugonalar, qadrdonlar. Men yangi boshladim. Like bosishni unutmanglar albatta. Biz mana Rossiyada bo'lsak ham xonalarni qo'yib yuribmiz qo'limizga. Sodda qishloq hayotidagi sodda ayolning Rossiyadagi raspakovkasi shu bilan tugadi. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan niyatdaman. Albatta like bosinglar.